qishloqqa sharmanda qilding. Siz ham boshqalarning qizini gapirib yurmaganingizda Sen to'g'ri yurganingda nima bo'lardi? Vijdoning qiynalmadimi? ko'ngil qo'ygandim. Ko'nglingdan o'rgildim. Ko'ngil ko'chalari qayerlarga boshlamadi seni. Endi seni itam olmaydi. Itga tegmayman. Olmaydi deyapman-ku. Itam olmaydi. Yergini yutkur. Tezroq shu yer yutib ketsa edi. Sizni tanalaringizdan qutulardim. Tur, yo'qol ko'zimga ko'rma. Hozir bir narsa qilib qo'yaman seni. Oyi, menga hech narsani farqi qolmadi. Ha. Bolani tashlab ketganingda ma'lum edi o'zi. Bolani sig'dirarmidingiz? Unga ham kun bermasdingiz. Shuning uchun ham menga og'riqli bo'lsa ham majbur bo'ldim. Hoy qiz. Tur ichkariga kirib bir narsa qilib qo'yaman hozir. Qo'shni! Hozir. Keling, Habiba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi. Rahmat. Bir xabar olay deb keldim. Yaxshi qilibsiz. Qani, keling ichkariga. Keling. Kiravering. Yaxshi yuribsizmi axir? Yaxshi, keling. Voy, hozir. O'tirib turing, men hozir. Xo'p. Voy, Habiba. Mana bular sizga. muncha chiroyli bular. Voy, nima munosabat bilan? Qizimni tuqqanini 3 kishi bilamiz. Men, siz va qizim. Bu sir sizga omonat. Hech kim bilmasin. Qo'shnima. Siz bilan necha yillik qo'shnimiz. Sizni siringiz, meni sirim. Hech kim bilmaydi. Ishonsam bo'ladimi? Voy, albatta. Sizni qanaqa hurmat qilishimni juda yaxshi bilasiz. Undan keyin bularni olib qo'ying. Kerak emas, ovora bo'lmang. Yo'q. Sizga chin ko'ngildan. Mayli. Sizdan hadya bo'lsa, tabarruk. Sizdan iltimos. Oramizda qolsin, Habiba. Qo'shni. Menga o'zingizdan ham ko'proq ishonsangiz bo'ladi. Rahmat qo'shni. Sizga ishonaman. Endi qizingizni ko'p ham koyimang. Bo'lar ish bo'ldi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi-yu. Qizim yuzimga oyoq qo'ydi. Uni otasiz halol mehnat qilib o'stirgandim. Habiba. Qizim qilgan ishini unutolmayapman. O'zingizni ham, qizingizni ham ko'p qiynamang. Sog'lig'ingizga qarang. Qo'shni, mayli, chiqa qolay. Non yopishim kerak edi. Birovga shunday sizdan xabar olay deb chiqqandim. Hali yana ko'p chiqaman. Xo'p, Mayli, xo'p. Olmani tishlagandim, oldim. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Nima qilib shunaqa deydimi? Ey, men odam qilib senga gapirsam hali yomon bo'ldimmi? Hali menga zor bo'lasan. Menga zor bo'lasan. Yelkamni chuquri ko'rsin seni o'yingni. Tfu senga. Hali sen men bilan hazillashdingmi? Ko'rsatib qo'yaman hali senga qarab tur. Men bilan o'ynash. Olmasa ham o'ziga o'xshaydi. Voy. Assalomu alaykum. Habibaxon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Omonmisiz? Va alaykum assalom, rahmat.
Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat, yaxshi yuribmiz. Qayerdan kelyapsiz sarpolarni ko'tarib? Sharifani uyidan. Ay. Qarang, Habibaxon. O'zi shu masalada siz bilan gaplashmoqchi edim. Ovsinimning o'g'li bor. Institut bitirgan yaxshi yigit. Sharifani qizini to'g'rilasammi deb kirib ketayotgandim. Voy, avval uylanganmi? Yo'q, aytyapman-ku, bo'ydoq. Yangi institutni bitirgan. Unda Sharifani qizi bo'lmaydi. Nimaga? Yuradigan yigiti bormikin? Voy, yuradigan yigiti yo'q. Ha, Bir gap aytsam hech kimga aytmaysizmi? voy, nima deyapsiz? Sir saqlashni bilaman, sotmayman. Sharifani qizi tug'di. Voy, sho'rim. Hali turmushga chiqmagandi-yu. Tug'ib qo'ydi-da. Voy tavba qildim. Ana shu Sharifa boru, har doim birovlarning qizini g'iybat qilgan. Ana, o'zini boshiga tushibdi. Shunaqa. Ey, qizini bolasiga nima bo'pti? Boqyaptimi, qarayaptimi, emizyaptimi? Bolasini tashab ketibdi. Voy vijdonsiz. Voy vijdoni yo'q. Vijdoni yo'q qiz ekanu. Ha, bolani uvoli tutkur. Vijdoni bo'lsa shu ishni qilarmidi? Ha, shuni ayting. Hey, chaqaloqning taqdiri nima bo'pti? Bola yaxshimikin? Tashab ketgan joyiga borsak, o'lib qopti. Voy bechora. Voy kimlar bolaga zor bu bolani horqibdi-yu. Bir begunoh go'dakni boshini yebdi-yu. Ha, tug'may o'l. Ana shunaqa gaplar. Hech kim bilmasin bu gapni. Voy, meni nima deyapsiz? O'lay agar hech kimga aytmayman. Sizni sotmayman, Habibaxon. Birda-ikkida ko'rganmisiz birovni birovga sotganimni? Ha, bo'pti. Men sizga aytmadim, siz eshitmadingiz. Uyga ketayotgandim. Chiqing-a. Mayli. Hech kimga aytmang-a. Yo'q, aytmayman. Tilim kesilsin aytsam. Bora qolay bo'lmasa. Mayli. Ko'rishamiz, chiqing. Xo'p, sog' bo'ling. Bo'pti, xo'p. Osangchi, Nozi, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yangilik bor, yangilik. Ana akang. Bo'ydoq akang. Hali uylanmadimi? Xotin qidiryapsanmi? Yosh 50 da akangni? Ana. Akangga 20 yoshlik gulg'unchani topib qo'ydim. Sizlarga mos oila. Tog'orangni ko'tarib, meni mahallam shunday burilishdagi ikkinchi uy bor-ku, o'sha yerga kelorgin. Nima deyapsan? Onasi jon deb senga beradi. Bo'pti, kelaver. Men kirib onasini gaplashib ko'ndirib qo'yaman. Bo'pti, kutaman. Ketdim. Voy, zo'r bo'ldi. Sharifaxon! Voy, keling. Voy, Sharifaxon, yaxshiyam uyda ekansiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Yaxshi, keling. Uyda bo'lmay qayerda ham bo'lardim. Ajoyibsiz-da. Ha, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Oling. Voy, mana bu bex murabbomi? Ha. Sizniki zo'r chiqadi-da. Hech meniki shunaqa chiroyli chiqmaydi. Qo'shni, och qolibsiz-a? Ey, choy ichishga ham vaqtim bo'lmadi. Shunaqa ishim ko'p. Bemalol. Oling, dasturxonga qarang. Uyalmang. Voy. Bilasiz, men uyatdan keyin tug'ilganman. Oldin tug'ilganingizda hayron bo'lardim. Oshqozonni ham aldab oldik. Endi qo'shnijon, maqsadga o'tsam ham bo'ladi. Ha, gapiring. Qo'shni, qizingizga zo'r joydan sovchi topib qo'ydim. Yo'q. Ha? Rostdanmi? Ha? O'ziga to'q, benazir oila. Qizingiz u oilada beikami ko'z maza qilib yashaydi. Voy, qo'shnijon, baraka topingga. Hammani g'amini yeb yurasiz. Bilasiz-ku, hammadan ham sizni o'ylayman. Agar qizim yaxshi joyga turmushga chiqsa, boshdan oyoq sarpo sizdan aylansin, qo'shnijon. Qo'shni, siz sarpon tayyorlavering. Sovchilar yo'lda kelyapti. Qanaqasiga sovchilar yo'lda deyapsizmi? Ha, kelyapti. Hozir kelishadimi? Ha, hozir kelishadi. Voy. Voy, men tayyorgarlik ko'ray-unda. Ha, unda shaloplatib, suvlarni seping. Hamma yo'lni tozalab tayyorgarlik ko'ring.
Men 3-4 ta konfetlaringizdan oldim. Oling, bemalol olavering. Voy, olaveraymi? Voy. Bo'pti, yaxshi. ha, oling. Yaxshi kutib, yaxshi kuzatib oling. Xo'p, mayli, chiqmadimi? Ha, o'zim keldim, o'zim ketaman-da. Ha, mayli. Voy, tayyorgarligimni ko'ray. Voy, sizga omad, qo'shni. Voy. Kelishlarini qaranglar. Voy, qiz bor desam, o'zi ham uchib kepsan-da, a? Ha, bilasan-ku. Temirni issig'ida bosishga odatlanganman. Senga qishloqni eng oldi qizini topdim. Sen ham qo'ymaysan. Lekinchi bitta aybi bor qizimizni. Qanaqa? To'yi bo'lmasdan bo'yida bo'lib qolgan. Hozir homiladormi? Yo'q, yo'qotgan bolani. Voy. Bir kam endi nikohsiz bolaga akam otalik qiladimi deb qo'rqdim. Akangni peshonasi yaltillagan ekan. Menga qara, dugonam. Bundan boshqa hayoli qizlar yo'qmi? Voy, bu nima degani? Mana akangga mos-ku shu qiz. To'g'ri. Ko'r-ko'rni qorong'ida topadi deganlar shu bo'lsa kerak. Qara o'rtoq. Kelin topganimga menga boshdan oyoq eng yaxshi sarponi qilasan. Voy, bitta sarpa senda aylansin. Kutaman lekin. Ha, mayli, kirib chiqib qolay. Mayli, senga omad. Yaxshi bor. Kim bor? Kimdir bormi? Hozir. Voy, assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Haligi sovchilikka kelgandim. Xush kelibsiz. Shu to'y o'tsa, 2 sidra sarpo olaman. Yomonam ishni ko'zini bilaman-da. O'zimdan o'zim aylanay. Ish qilib o'xshasin. Nima qilib turibsiz? Marhamat, kiring ichkariga. Xo'p. Kiring. Voy. Kiring, opa. Kiravering. Tepaga. Ilohim, yoshlarimiz qo'sha qarib baxtli bo'lishsin. Amin. O'zingiz, uydagilaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi, opa. Qizingizni qo'lini so'rab kelgandim. Yaxshi, lekin hech uylantiradigan o'g'li bor ayolga o'xshamas ekansiz. O'g'lingiz necha yoshda? O'g'lim hali yosh. Men qizingizni o'g'limga emas, akamga so'radim. Akangizga? Ha, akamga. Akangiz necha yoshdalar? Hali yosh. Endi 50 ga kirdi. Bir martagina uylanib, hayotlari o'xshamadi. Ajrashdilar. Meni qizim. Qizingiz haqidagi noma'qul gaplarni eshitdim. Shunaqa bo'lsa ham ko'zimni yumib, eshigingiz taqillatib keldim. Meni qizim haqida. Endi xato qilibdi. Yigit qochib ketdimi? Yo'q. O'lib ketdi. Tushunarli. Qizingizni bizdek obro'li xonadonga bersangiz, beribsiz. Bilmasam. Meni qizim hali juda yosh. Mayli. Bo'lmasam o'ylab ko'ring. Men endi bora qolay.
Siz o'ylab ko'rarsiz. Mayli. Opa, javob berishga shoshilmang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mayli, men ketdim. Yana kelaman. Qilar ishni qilib qo'yib. Endi yig'lab o'tiribsanmi? Seni yer yutgani yaxshi. Qani edi? Senga mendan katta erkaklardan sovchi kelyapti. Oyi, men hech kimga tegmayman. Senga uylanaman deb hech kimni ko'zi uchib turmayapti. Uylanmasin ham. Bugun 50 yoshligidan keldi. Ertaga 60, 70 yoshligidan keladi. Qiz bolaning nomi oq surpday gap. Agar bir marta dog' tushsa, necha marta ishqalab yursang ham ketmaydi. Oyi, iltimos. Iltimos oyi, meni yolg'iz qoldiring. Hoy qiz. Mana shu xayollaring seni to'g'ri yo'ldan adashtirdi. Oyi, iltimos, meni xoli qoldiring. Senga ishonib katta xato qildim. Ha, men xato qildim. Namuncha shuni yuzimga solaverasiz? Endi bu uydan oppoq libosda emas, oddiy ko'ylakda, shoir ro'molda chiqib ketasan. Yo'q, oyi. Seni boqqandan ko'ra birorta bir hayvonni boqqanim yaxshi edi. Iltimos. Tegma. Zamira opa deyapman. Voy, hozir. Voy, keling, qo'shni yaxshimisiz? Torting qo'lingizni. Ha, sovchilarni yaxshi kutib oldingizmi? Siz qanaqa odamsiz a? Siz ham qizingizni salkam otasi tengi odamga bergan bo'larmidingiz a? Ey, Xudoga shukr. Meni qizim iffatli, o'ylab gapiring. Hali hech kim bilan gap so'z bo'lgan joyi yo'q. Nimalar deyapsiz? Kim aytdi sizga? Voy, jinnini yoqmang. Ha, butun qishloq bilgan narsani men bilmaymanmi, a? Habiba aytdimi? Voy, yaramas Habiba-ey. Bilarmidi? Menga aytmadi hali. Ha, bilib olaman undan ham. Zamira opa, qizingizga ravo ko'rmaganni boshqalarga ham ravo ko'rmang. Ey! Eshigimga kelib olib ming'ir qilavermang. Ayb o'zingizda. Nimaga ona bo'lib bitta qizingizni eplab ola olmaysiz?
Og'zingizga qarab gapiring. Tushundingizmi? Ey, men Chakangizni yaqin yoping. yoqmang. Chakangim bilan ishingiz bo'lmasin, tushundingizmi? Undan ko'ra borki, ana nomussiz buzuq qizingizni eplab oling. Gapirmang meni qizim haqida. Qol qo'lingda. Eshityapsizmi? Yo'qol. Sen ham ayolmisan, a? Sen ham ayolmisan? Ey, senlama men achchig'imga tegmagin, senlama hozir yomon qilaman. O'zbekorga aytishmagan ekan, onasini ko'rib qizni olgin deb. Sen o'tmishingni ham yaxshi bilamiz, Xudoga shukr. O'tmishim haqida gapirish sizga emas, tushundingizmi? Qaytib meni uyimga qadamingizni bosa ko'rmang, tushundingiz? Voy. O'sha uyingni yelkamni chuquri ko'rsin. Gapingda tur. Gapingda tur, tushundingmi? Borga qol. Ey, seni it tekkan buzuq qizingga er topganingga rahmat aytgan. Endi qizing sovigan osh, it tekkan qovun. Qizing ersiz qolsin iloyim. Ey, o'l, nomus talashadi. Habiba, Labbay, keling, qo'shni. Habiba. Bu nima qilganingiz? Men sizga ishongandim. Qizimni ishoramizda qolsin degandim. Siz nima qildingiz? Men siringizni hech kimga aytganim yo'q. Ko'rdim qanaqa saqlaganingizni. Butun qishloqqa ovoza qilibsiz. Voy tavba qildim. Ishonmayapsizmi? Hech kimga miq etganim yo'q. Habiba, sizga ishongandim. Bu gapni omonat deb aytgandim. Siz omonatni shunaqa saqlaysizmi? Tuhmat qilmang endi. Sirimizdan 3 kishi xabardor edi. Men, siz va qizim. Sizdan boshqa kim aytadi? Balki qizingiz dugonalarga aytgandir? Qizim 3 kundan beri ko'chaga chiqmayapti. Qayerdan aytadi? Odam emas ekansiz, lekin bergan matolarimga ham rozi emasman. Xuddi qimmatbaho mato berganday katta ketmang. Siz oddiy bo'zga ham arzimaysiz. Yoshgina qizni sharmanda qildingiz. Qizingizni o'zi avvalroq sharmanda bo'lgan, tushundingizmi? Siz ham oldingizda qizlaringiz bor. Ko'ramiz hali. Tavba qildim. Niyatingni shamol uchirsin. O'zi sharmanda bo'lishga bo'ldi, men aybdorman. Tavba, hamma gap o'zida. Aybdor men. Aka, Xorimey, Salomat bo'l, keldingmi? sovchilikka borib keldim. Qizni ko'rdingmi? Yo'q, lekin hamma chiroyli deb maqtadi. Endi shunisi bilan qo'sha qarib yashang, aka. 4 marta uylanib ajrashdingiz. 1 marta uylanib ajrashgan deb aytdim. Endi 5-inchisi uylanib ajrashsangiz uyat bo'ladi. Nimalar deyapsan? Men bu atrofda rekord qo'yaman. Qo'ying-a, keyin sizga hech kim qizini bermaydi. Beradi. Bu topganing gulg'uncha bo'lgandan keyin yashayman-da. To so'lib qolgunicha. Sizga doim yosh ayollarni topganmi? 30 ga to'lgan, o'tin bo'lgan ayollarni topding deb. Jon desangizchi, sizdan ancha yosh edi. Mana shu oxirgisi bilan burumur yashayman. Ko'nglim sezib turibdi. Hali yosh. Uydan qochib ketmasa yaxshi edi. Bilib qo'y, meni qo'limdan qush ham uchib keta olmaydi. Ko'ramiz. Aytib qo'yay lekin, sodda qiz emas. Onasi ko'ndimi? 50-50. Onasini tezroq ko'ndir. Bunaqa bo'yda yashash jonimga tegdi. Umuman chiday olmayapman. Xo'p. Zerikib ketdim. Senga bugun
xotin qo'ygan erkakdan sovchi keldi. O'z yog'imga o'zim qovurilib o'tiribman-ku. Gapingizni qarang. Qishloqda ham hammasi haqida gapiryapti. Odamlar oyog'i bilan emas, og'zi bilan yurar ekan. Nima? Ular xato qilishmaydimi? Seniki ularning oldida xato. Ko'chaga chiqishga yuragim betlamay qoldi. Hammani nigohi menda. Aybni qizim qilgan u. Nigohlar menga qadalgan. Qizim, qizim. Nimaga shoshding? Nega o'zingga mahkam bo'lmading? Xato qildim. O'zim ham pushaymonman. Nima qilay, oyi? Vaqtni orqaga qaytarish qo'limdan kelmaydi. Oyi. Nega faqat qizlarga qiyin? Chunki nomus qizlarga berilgan. O'zlari asrash kerak. Dugonam, Sarvunozga juda ham havasim kelyapti. Yorug' yuz bilan oppoq libosda ota uyini tark etadi. Men ham uni o'rnida bo'lishni xohlardim, oyi. Nega meni qismatim bunaqa achchiq? Hammasi o'z qo'lingda edi. Oyi. Endi qanday yashayman? Peshonangga yozilganini ko'rasan. Qayerga qaramay zimistonni ko'ryapman. Men botqoqlikka botib bo'ldim. Endi menga chiqish yo'li yo'q, oyi. Oyi. Xotini bilan ajrashgan erkak keyinchalik men bilan ham ajrashadi. Peshonangga yozilganini ko'rasan, qizim. Keling aka. Ana o qizni birov ilib ketmasdan oldin ishni pishirib kel. Buni qizni onasiga berasan. Aka, sarf xarajat qilmay turaylik. Mendan yoshroq yigit sovchi qo'ysa onasi berib yuboradi. Tekkan qiz kimga ham kerak? Mana menga o'xshaganlarga kerak. Ha, bo'pti. Bugunoq borib onasini rozi qil. Voy, o'zi hozir kelgan bo'lsam, yana qaytib boramanmi? Borasan. Voy, hali ko'rmasdan turib, namuncha o'sha qizi deysiz? Katta uyda bir o'zim yashab zerikdim. Meni xizmatimni qiladigan odam kerak. Ko'nglimni olish kerak. O'zi bir haftadan keyin borsam yaxshi bo'lardi. O'y, bir haftadan keyin uni kelin qilib shu uyga olib kelamiz. Doim uylanishga shoshilasiz. Keyin tezda zerikasiz. Aqllilik qilma. O'sha ayollarni o'zi meni zeriktiradi. Tushundingmi? Koshki sizni fe'lingizni bilmaganim deydi. Ko'p gapirma. Ish qil. Qizni onasining yoniga bor. Ko'ndir. Xo'p, Pulni hammasini bergin. Tag'in yarmini o'zingga olib qolmagin. voy, aka mendan halol inson bo'lmasa kerak bu dunyoda. Shuni bilib qo'ying. Bilganim uchun gapiryapman. Bor. Xo'p, bugun bordim. Endi ertaga boraman. Shuni bitirsam bo'ldimi? Xo'p, bo'ldi. Bora qol. Mayli, yaxshi o'tiring. Yaxshi bor. Ish qilib ish bitsin-da.
Men bugungi yangilik bilan tanishtiraman. Men mahallamizdaman. Mana o'sha uy 1 tiyinga qimmat. Uying bilan maqtanasan. Voy, eshik ochiq ekanmi? Nozimami? Voy, pismiq. Hech kim bunday kunni ko'rmasin ekan. Boshim og'rib ketyapti. Har kuni qon bosimim oshadi. Opa? Opajon. Kim? Assalomu alaykum. Voy, keling. Ana xolos, pishdi gilos. Xush kelibsiz. Endi qizingizni akamga bermagunizcha uyingizga mana shunaqa kelaveraman. Akangizni yoshlari kattalik qilyapti-da. Voy opa-ey, qiziq ekansiz. Yosh bo'lsa-yu, puli bo'lmasa, kimga kerak? Yolg'iz qizingizni o'ziga to'q joyga bersangiz-chi? Baribir yoshini aytadi-da. Men akam qirchillama yigitlardek ko'rinadi. Bilmasam, qizimga ham ajrashganga yuragi tortmayapti. Men akam atigi 1 marta ajrashgan. Boshqalarga o'xshab 4-5 marta ajrashgan bo'lsa boshqa gap. Voy, endi baribir o'zingiz tushunasiz u. Hozir. Akam berib yubordilar. Akangiz bu dollarmi? Ha? Qizingiz uchun. Haqiqiymi? Akamda soxta puli o'zi yo'q. Bitta pachkaga og'zini ochdi-ya. Agar ikkita bo'lsa yiqilar ekanda. Men ham shular bahona ishlab olyapman. Mayli. Unda men qizim bilan yana bir gaplashib ko'raychi. Opajon, javobingizni intizorlik bilan kutaman. Xo'p. Xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Men Opajon, javobini intizorlik bilan kutaman, ha? Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Yaxshi boring. Men kuzatib qo'ya qolay. Mayli. Qop ketdi bular. Nimani gaplashayotgan bo'lsa. Men siz nimani hal qildikin, bu Nozima yaramas. Obbo. Voy. 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 Nozima? Nozima, to'xta. Voy. Voy Nozima, garang to'xta. Yaxshimisan? Ha, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Yaxshi. Qizim. Shuncha pulni ko'rganmisan? Yo'q. Senga sovchi yuborgan erkak yana singlisini sovchi qilib jo'natib yuboribdi. Seni bahonangda shuncha pulni ishladimmi? Shu yoshimga kirib buncha ko'p pulni ushlab ko'rmagan ekanman. Demak, u odam hamma narsani pul bilan o'lchar ekanda. Ha, to'g'ri.
Agar pul bo'ladigan bo'lsa, hamma ishning chorasi bor. Oyi, menga u odam yoqmadi. Senga puli yo'q. O'sha yigit yoqarmidi? Mana, o'lib ham ketdi. Lavzida turdimi? Meni tashlab ketgani yo'q-ku. O'g'il bola qilgan ishi uchun javob berish kerak. U nima qildi seni tashlab, o'zi xorijga qochib ketdi ishlagani. Chorasini qilsa bo'lardi-ku. Ota-onasiga tushuntirsa bo'lardi, haqiqatni aytsa bo'lardi. Juda iloji bo'lmasa, uyda mol-holi bordir. O'shalarni sotib to'y qilishi mumkin edi-ku. U nima qildi? Qo'rqoqlik qildi. Qo'rqoqlik qilmadi. U uyaldi. Voy, uyalgan yigit qiz bolani qo'lidan ham ushlamasdi. Agar u o'lmaganida ham senga uylanmagan bo'lardi. Uylanardi. Agar yigit kishi chindan ham sevsa, ko'zlari ko'r, qulog'i kar bo'ladi. Uydagilarga tushuntirardi, aytardi, onasiga to'y qilardi. Oyi, siqilgan yuragimni battar siqmang, iltimos. Mana qara. Mana ana u erkak senga uylanish uchun harakat qilyapti-ku. U bo'lsa ota-onasiga ham aytmadi. Ko'nglingni puch yong'oqqa to'ldirib ketdi. Oyi, bo'ldi qiling, iltimos. Eshitishni ham xohlamayman. Bo'ldi qiling. Namuncha bu uyni atrofida o'ralashib qolding? Shu qizni akamga to'g'rilashimiz kerak. Menga qara. Esing joyidami? Ana, mahallamizda ikkitadan beva bor. O'shanikiga bor. Mana insonlar. Akam yoshini xohlayapti. Erkaklarga yoshi bo'lsa bo'ldi ekanda. Undan ko'ra shu qizni gaplashib bera-qo. Boshdan oyoq sarpa qilaman. O'zi sizlarni deb mana shu qo'shni bilan yuz ko'rmas bo'lib janjallashganman. Men uchun harakat qil. Katta boshimni kichik qilib olib kiramanmi endi? Namuncha puling-ku? Mengami? Senga. Mana shu qizni ko'ndirib berarsan. O'zi onasi bilan janjallashganman. Mayli, xafagarchilikni unutib kiraman. Yarashib ham olaman, ishni halam qilib chiqaman. Nima qilsang ham onasini rozi qil. U yigitni unut. Unut. Shuncha pul ishlayman deb o'ylamagandim. Bir kunda boyvachcha bo'ldim. Bay. Yaxshisi, bularni asrab qo'yishim kerak. Hech kimni ko'zi tushmaydigan joyga yashirib qo'yaman. Xo'p, degona, ko'ngling xotirjam bo'lsin. Hal qilaman. Hoziroq kirib hal qilaman. Keyin menga javoban aytasan. Xo'p, yaxshi bor. Xo'p. Yaxshiyam shu qizni tavsiya qilganim. Mana, ishlab oldim. Hali sarpoyam kiyaman. Sharipaxon! Bu dollarlar dushmanni ham do'stga aylantiradi-ya. Ilon jag'lilarni esa birpasda xushmuomala qilib qo'yadi. Sharipaxon! Sharipaxon! Hozir. Uydamisiz? Sharipaxon! Hozir. Sevildim deb adashdimmi? Muhabbati chin bo'lganda hammaga aytardi. Lekin u pinhona tutdi. Demak, sevmagan. Men sevilmaganman. Sevmagan inson uchun umrimni xazon qildim. Hayotimni barbod qildim. Voy. Voy. Ikkalamiz urushimiz ham bekorga emas ekan. Sharipaxon,
jonginam, qo'shnijonim, dugonajonim, bormisiz? Voy ajoyib. Joningiz bo'lib qopmanmi? Jonimlab qopsizmi? Bilasiz, sizni boshqacha yaxshi ko'raman. Qaysi shamol sizni biz eshigimizga yetaklab keldi? Siz shamolingizda dugona, siz shamolingiz. Maqsadga o'ting. Xullas, anavi dugonam yana sovchi bo'lib kelibdi. Menga qarang, Sharipaxon. Cho'zilmasdan shu oilaga berib yuboring. Ertaga rahmat aytasiz menga. Qizimga erkakni ajrashgan deb aytgandim. Shu ajrashgani yoqmayapti-da. Ey, Sharipaxon, 10 marta ajrashmaydimi? Qizingiz pullarga ko'milib-cho'milib bekami ko'st yashaydi malikalardek. Ey, ilgarigilar bekorga aytmagan, og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin deb. Bu gapingiz ham to'g'ri. Qizingizdan so'rab o'tirasizmi? Shartda berib yuboring. Voy, tegadigan u-ku, rozi bo'lish kerak-ku. Ey, Sharipaxon, bu yoshlarni ko'ngilchasiga quloq solsangiz nimalar xohlamaydi? Yana bir gaplashib ko'raman. Qarang, u oilaga bersiz adashmaysiz. Kuyov bo'lmish, qo'li ochiq. Har oy sizning o'zingizga, xarajatlaringizga, ro'zg'oringizga ta'minot qilib turaman debdi. Shunaqa deng. Ey, temirni qiziqida bosing Sharipaxon, cho'zib yurasizmi? Xo'p, qizim bilan yana bir gaplashib ko'raman. To'yni isig'ida bo'lgani yaxshi. Har xil manovi bo'lar bo'lmas gap so'zlardan ham qutulasizda. To'g'ri aytasiz. Qarang, bir gaplashib ko'ring. Agar qizingizni ko'ndira olmasangiz, meni chaqiring, yordamlashib yuboraman, ko'ndirib beraman. Xo'p. Mayli Sharipaxon, men boray, ancha o'tirib qoldim. Mayli, yaxshi boring. Voy, bir ham sizni yaxshi ko'raman. Mayli, kiring, xo'pmi? Sizdan yangilik kutib qolaman. Ketganing rost bo'lsin. 200lamachi. Xursand bo'larmish meni ko'rsa. Voy, maqsadi nima ekanligini bilaman-ku. Bu yerdami deysiz? Aka, Ha? keldim. Ishi pishitdingmi? Sog'lig'ing yaxshimi singlim deyish o'rniga? Ish pishdingmi deysiz? Ko'rinib turibdi, otdaysan. Bir oyog'im siznikida, ikkinchi oyog'im kelinnikida. Charchab ketdim. Shu qizga uylansam, senga boshdan oyoq sarpo qilib beraman. Shunaqa qiling aka. Yonimda bir tinam qolmadi. Sen ko'chada pulsiz yurmaysan-ku. Hamma pullarimni yo'l kiraga ishlatib bo'ldim. Yetadimi? Yetadi hozircha. Aka, kelin tomon agar zaksdan o'tsin desa nima qilamiz? Men shu paytgacha hali hech kim bilan qonuniy nikohdan o'tmaganman. Umidam qilishmasin. O'zlari jonimga tegsa qutulish osonroq bo'ladi. Iltimos aka, shu safar joningizga tegmasin. Sizga xotin qidiraverib, umrimni yarim o'tib ketdi. Voy. Tekinga ishlamayapsan-ku. Qancha odamga sizni maqtab, yolg'on gapirdim. Bunda vijdonam qiynaladi. Qiynalmasin. Menga qara, bu dunyoda rost gapiradigan odamni o'zi yo'q. Hayot bilan sharoit yolg'on gapirishga majbur qiladi. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Namuncha tarki dunyo qilgan odamdek turibsan. Boshqa nima ham qilardim? Anavi erkak bilan uchrashib ko'r. Yo'q. Qizim, agar oila qursang, hayotingga rang kiradi. O'tmishni unutasan. Yiqildingmi? Endi chuqurdan chiqishga yo'l axtar. Oyi, agar yuzimga solib qolsa nima qilaman? O'zi ham ajrashgan-ku. Bo'ydoq yigit bo'lganda boshqa gap edi.
Bilmasam. Qizim. Ko'zim ochiqligida seni to'yingni ko'ray. Mana bu gap so'zlar tinchsin. Sen ham oilali bo'l. U odamni ko'rmaganman. Amana aytib turibman-ku, uchrashuvga chiq, ko'rish deyapman-ku. Balki senga yoqib qolar. Jon qizim, axir sen uchun harakat qilyapti. Uchrash deysizmi? Ha? Uchrashib ko'r. Mayli. Roziman. Ana endi o'zingga kelding. Odam o'zi uchun yashash kerak. Men Xudo tomonga aytaman. Bechoralar rosa kutib turishgan bo'lsa kerak. Telefonim bu yoqda edi.